Qaranglar, Guliston shahar ma'naviyat mahallasi. Axlat 20 kunda bir keladi. 20 kunda bir keladi. Hozir mana kelyapti. Telefon qilyapman, baqir-chaqir, vahima. Odam o'rnida ko'rmaydi. Mana axlatlarni qarang. Uydan chiqayotgan sassiq axlatlarni qarang. Chumoli pashsha bosib yotibdi. Mana chiqayotgan axlatlarni qaranglar. Pashsha bosib yotibdi. Pashshalar uchib. Kelib mana vahimani qilishini bulardi. Bularni ko'radigan odamlar bormi orqasidan? Guliston shahar obodonlashtirish. Bularning orqasidan qaraydigan odamlar bormi? Sasiydi-da. Sasiydi mana, sasiydi. Nima qiladi boshqa? Sasiydi. Hozir gapirsangiz, baqir-chaqir qiladi mana bunday qilib. Mana 20 kunda bir kelyapti. Hozir yoz oyida. Achiydi mana, sasiydi. Mana uni qara. Mana. Pashsha bosib yotibdi. Yigirma kunda bir. Bularga gapirsang janjal qilishadi, baqir-chaqir qilishadi. Bularning orqasidan qaraydiganlar bormi o'zi? Biz hokimiyatimiz qayerga qarayapti? Musor hammaning uyini oldida to'la musor. Bular yaxshi gapirsang tushunmasa bularni. Bularning orqasidan qaraydigan odamlar yo'qmi dunyoda? Obodonlashtirish. Iltimos sizlardan shuni kim ko'rayotgan bo'lsa, Guliston shahar obodonlashtirish umuman ishlamaydi bizda. Umuman ishlamaydi bizda. Umuman ishlamaydi.